Agar oyog'iga to'p tekkanda va to'p darvozaga aniq borganda bilingki bu eng chiroyli gollardan biriga aylanishi mumkin edi. Qarshi hujum, qarama-qarshi tomonga to'p yetkazildi. Xavfli vaziyat! 4-gol raqib darvozasida. Navbahor yana bir marotaba muvaffaqiyat qozonmoqda. Abbosjon G'ulomov. Uzatmaga e'tibor qiling, ajoyib uzatma. Adashmasam yana o'sha Alisher Odilov. Keyin esa Ruslanbek Jiyanov va ortidan Abbosjon G'ulomov. Ha, Alisher Odilovning uzatmasi.